Toshkentda joylashgan golf klubida Orient Finance Bank Golf Cup xalqaro turniri o'tkazildi. 3 kun davom etgan musobaqalarda qariyb 120 nafar sportchilar ishtirok etdi. Birinchi bosqichda ishtirokchilar ro'yxatdan o'tish jarayonida qatnashdi. Mutasaddilar har bir ishtirokchining klassi va tajribasiga qarab guruhlarga bo'lib chiqdi. So'ngra xohlovchilar shu kunning o'zida tayyorgarlik mashg'ulotlarini o'tkazishdi. Tan olish lozim, yurtimizda golf sport turi u darajada ommalashmagan. Shu sabab ham Orient Finance xususiy aksiyadorlik tijorat banki sportning aynan shu yo'nalishini rivojlantirishga bel bog'lamoqda. Musobaqaning rasman ochilish marosimi ikkiga bo'lindi. Avvaliga professional golfchilar unda ishtirok etgan bo'lsa, kunning ikkinchi yarmida havaskorlar uchun turnirga start berildi. Orient Finance Bank Golf Cup 2021 musobaqasida qatnashayotgan sportchilarni bank jamoamiz hamda o'zim nomimdan muborakbod etaman. Turnirda ishtirok etayotgan sportchilarga har bir bosqichda omad tilab qolaman. Shu tariqa saralangan sportchilar sekin-asta musobaqa maydoniga qarab yo'l oldi. Ma'lumot uchun golf chovg'on va to'p yordamida ma'lum bir masofaga o'rnatilgan kichik lunkaga tushguncha davom etadi. Lunkaga to'p tushguniga qadar kamroq zarba bergan sportchi g'alaba qozonadi. Bellashuvlar golfning turli yo'nalishlari bo'yicha o'tkazildi. Ishtirokchilar Best Net B, Best Net A, Best Gross Ladies va Best Gross Men yo'nalishlarida o'z kuchlarini sinab ko'rdi. Murosasiz o'tgan bahslarda eng kuchlilar saralandi. Sovrindor bo'lgan sportchilarni munosib taqdirlash maqsadida katta tadbir tashkil qilindi. Kechagi tashrif buyurgan mutasaddilar birma-bir so'zga chiqib, golf ustalarini tabriklashdi. Golf eng foydali sport turlaridan biri, chunki sportchi musobaqa davomida kamida 3-4 soat piyoda yuradi. Shu bilan birga golf insonni intellektual jihatdan ham o'sishiga yordam beradi. O'ylaymanki, navbatdagi Olimpiya o'yinlarida delegatsiyamiz safida golfchilarni ham ko'ramiz. Taqdirlash marosimida bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev ishtirok etdi. Shuningdek, rasmiylar orasida Madaniyat vaziri, Milliy olimpiya qo'mitasi raisi, golf federatsiyasi mutasaddilarini ham ko'rish mumkin edi. MasterCard совместно с Orient Finance Bank'ом. MasterCard va Orient Finance Bank O'zbekiston Golf Federatsiyasi bilan hamkorlikda tashkil qilgan xalqaro turnirni o'tkazdi. Bu kabi musobaqalarni o'tkazishda ishtirok etayotganimizdan xursandmiz. Biz uchun O'zbekistonda sportni qo'llab-quvvatlash alohida o'ringa ega. Bunga qadar MasterCard ko'plab davlatlarda xalqaro golf musobaqalarini o'tkazgan. Xursand qilgan tomon, ishtirokchilar soni biz o'ylagandan ham ko'proq bo'ldi. Xo'sh, ishtirokchilar uchun golf musobaqasi qanday taassurotlar bilan yodda qoldi? Turnir juda zo'r va yuqori darajada tashkil etildi. Bunday ko'rinishdagi xalqaro turnir menimcha bizda hali o'tkazilmagandi. Birinchi kun natijalarim yaxshi bo'ldi. Ikkinchi kuni biroz qiyinchiliklarga duch keldim. Ammo shunga qaramay, Gross Ladies yo'nalishida birinchi o'rinni egalladim. Были очень достойные игроки, соперники. Raqiblar juda kuchli edi. Shuning uchun so'nggi masofagacha bahs murosasiz tarzda kechdi. Pandemiyadan so'ng bu ilk yirik turnir. Barchasi ajoyib o'tdi. Endi bundan-da yuqori natijalarni qo'lga kiritishga harakat qilamiz. Eslatib o'tamiz, musobaqa Orient Finance Bank Turizm va sportni rivojlantirish vazirligi, Milliy olimpiya qo'mitasi hamda MasterCard hamkorligida o'tkazildi. Shuningdek, musobaqani tashkil etishda O'zbekiston Golf Federatsiyasi yaqindan ko'mak berdi. Hammamizga ma'lumki, hozir mamlakatimizda sportga bo'lgan e'tibor juda ham kuchaymoqda. Yaponiyadagi bo'lgan Olimpiada musobaqalaridagi sportchilarimizni qo'lga kiritgan medallari va yutuqlari misol bo'ladi. Sport turlaridan bittasi golf. Hozirgi kunda juda ham katta e'tibor berilmoqda bu o'yinga. Kelajakda mamlakatimiz yoshlarining golf sportiga bo'lgan e'tibori bundan ham oshib boradi degan umiddaman. Murosasiz bahslarga boy bo'lgan 3 kun davomida o'tkazilgan golf musobaqasi ham o'z nihoyasiga yetdi. Unda 11 ta davlatdan demak tashrif buyurgan golf ustalari ishtirok etishdi. Xalqaro musobaqa o'z nihoyasiga yetgandan so'ng mana shunday yuqori kayfiyatda yopilish marosimini ham o'tkazib oldik. Unda sovrindor bo'lgan sportchilar qimmatbaho va esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi.